Hozir mana odamlar uy qurganda, umuman uchastka qurganda eng katta qilinadigan xatolar nima deb o'ylaysiz? Orzu havas. Chunki orzu havasga ergashyapti, o'zini iqtisodiy sharoitini belgilolmayapti, to'g'ri belgilolmayapti-da. Kimgadir orzu havas qilib, ana bunaqa qilishim kerak, mana bunaqa qilishim kerak, unda ko'rdim, bunda ko'rdim, shunaqa narsam bo'lishi kerak deyapti-da. Hattoki mana ko'p joylarda uylar bitmay ham qolib ketyapti-da. Majbur bo'lyapti, bitqizmasdan sotib, keyin tushunib yetgandan keyin boshqa joydan olib, kichikroq, o'ziga mosroq Imkoniyatidan kelib chiqmagan holatda katta uy qurib yuborishyapti-da, orzu havas qilib. kelib chiqmagan holda qurilishlarga qo'l urib qo'yishyapti. Lekin mana shu soha hammada ko'rinyapti, hamma sohada ko'rinyapti-da, ya'ni qurilish sohasida. Ofis qursa ham, klinika qursa ham, mayli qanaqadir nima bino qurishdan qat'iy nazar, ana unaqa bo'lgan-ku, men ham shunaqa qilishim kerak deyapti-da. Yo'q, bunaqa emas. Birinchi o'zining talabini to'g'ri qo'yib olish kerak, rejalashtirib olish kerak. O'shandan kelib chiqqan holda iqtisodiy o'zini holatini rasavat qilib olish kerak, bilib olish kerak, nimagacha kuchi yetadi. O'shandan kelib chiqqan holda qilish kerak deb o'ylayman.